Assalomu alaykum Chorva biznes kanali obunachilari, YouTube tomoshabinlari, chorva buqa ishqibozlari. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa mol bozoriga yetib keldik. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga shanba 2025-yil 17-may sanasida turibmiz. Oqtepa mol bozoridan videolar tayyorlaymiz. Xudo xolasa 10-15 minutlik video tayyorlaymiz. Shashilmasdan chiroyli qilib videoga olamiz. Bozorga mol kirishni boshladi. Kichkina bezakchalarni ham, buzoqchalarni ham narxini yoritib boramiz. Imkon qadar baraka holatini video olishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like, podpiska bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar, hurmatli obunachilar. Sizlar bosgan like bizni videolarimiz YouTube ijtimoiy tarmog'ida kengroq ko'rilishiga sababchi bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Mana hurmatli obunachilar, shu ikkala qirg'iz buzoqchalarni 19 dan 38 ga so'rayapti. Bozorda bitgan bo'lsa, hozir narxlarni yoritamiz, holatlarni ko'ramiz o'ramiz. $19,5 dan bermayapti hozir ikkalasi. 19,500,000. Bo'yi 1.10-15 chiqadi. Boqishga tayyor qirg'iz chiqdi. Quloqlar qilib qo'ygan. Nech pul deyapsizlar? 5 million kami bor deyapti. $25 million kami bor deyapti. Bittada 20 million so'rayaptilar, hurmatli obunachilar. Bir so'rashda 20 million so'rayaptilar, ko'ringlar. Xudo shoshilmasdan chiroyli video olishga harakat qilamiz. Like, podpiska bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar, hurmatli obunachilar. Bo'yi 1.15 chiqadi, lekin rosa chiroyli semirgan holatda turibdi. Bu hali yana baqilar. Ko'talardan. Voy, aka jichcha o'tib turing. Yo'q. Aka oldinglarmi? Nech pul oldi? Ha? 26,5. Ikkalasi, ha? Yaxshi. Birinchi bozorga chiqishim. 13,250 dan. Yo, yuzini olmaymiz. Ha, negasi buni? Xudo xolasa 5-6 oydan videoni yana bitta video qilasiz. Xudo xolasa. 13,250 dan bo'ldimi endi? 35 dan sotadi xudo xolasa. Xudo xolasa. Barakasini bersin. Mana hurmatli obunachilar, 26,500,000 ga. Chorva biznes. Chiqadi. Majmualarni bitta nima qildi? Gapni bor.
Bu bola endi gaplarga boradi bolalar, xudo xolasa. Bolalarda o'shadi buni. Gapga bormaydi biroz. Biz kecha yig'ilib gapni o'tkazib oldik-ku. Mana hurmatli obunachilar, bozorga kirdi-yu sotildi. 22.500.000 ga baraka bo'ldi mana shu buqamiz. Kiri vaznga necha kilo chiqadi? Taxmin qilinglar. 55.000 dan baraka bo'lyapti hozir tirikka. Biz Oqtepa bozorida o'tgan hafta shunaqa bo'ldi. Mana chiroyli holat. 22.500.000 ga baraka bo'ldi. 7,5 millionga novvoscha, mana bozorda eng arzon buzoqchasi mana. Bo'yi 60 sm sizga kerak. 7,5 millionga mana hurmatli obunachilar, mana ko'ringlar. Mana kichkina buzoqcha 10 million 300 ga bo'ldi. $800 bo'ldi, 12.90 dan. Mana 7 kishi. O'zim pochchamga oldim. $13 million 500 ga bermayapti mana shu buzoqchani. Bo'yi 1 metrga yaqin. Mana shunday uzunligi ham zo'r. 13 million 500 ga. 12 million 400 ga. Hurmatli obunachilar, hozir baraka bo'ldi mana. 1 metr keladi bo'yi. Mana savlatirga shuni oldim. Mana hurmatli obunachilar, umajin. Rosa chiroyli holatda. 9 million 600 ga. Bo'yi 90 sm keladi. Rosa chiroyli holatda. 9 million 600 ming. Hurmatli obunachilar, mehnatimizni qadrlab, like bosishga bosib turinglar. Rosa chiroyli holatda ekan. Mana hurmatli obunachilar. $10 600 ga baraka bo'ldi. Bo'yi 1 metrdan baland keladi. 60 shvedton. $600 ga baraka bo'ldi. Imkon qadar baraka holatini olyapman. Uydagi moliylarga farqlab, narx-navosini bilib, o'zasini nima aytib ketyapmiz. O'zinglar xulosa chiqarib olaverasizlar. Aka, necha oylik bu? Nech pul deyapsiz? 9 kami bor, ha? Bozorda eng kichkina buzoqchalar. 9 million kam bor deyapti. Mana hurmatli obunachilar, boqma buqalar tomonga o'tdik. Xudo xolasa shoshilmasdan chiroyli holatda video olishga harakat qilamiz. Hozir narx-navolarni aytsa, boqalarni ko'rsatib, narxlarni aytib boraman. Imkon qadar baraka bo'lgan holatni olamiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana 1, 2, sariq 3-chi, 4. 20 million kam bor deyapti. Bo'yi 1.20-1.5 chiqadi. Obilan
orqalarini ko'rsatamiz. $20 milliondan kami bor deyapsiz, ko'rasiz. Satmoki nechi pul qildim olib sizniki? 9,5 sotdingizmi yo endi qildingmi? Savdo. Ha. 19,500,000 ga bermay turibdi mana hozir. Asroli holatda ko'rish qaytarib. Mana orqalar. Shoshmasdan ko'raveramiz ularni obunachilar. 19,5 ga sotmayapti. Bo'yi 1,25. Qisib. Qisib holat. Nechi pulga baraka bo'ldi, tog'a? 23,500,000 ga. Baraka bo'ldi, vazon orqalarini ko'rsatamiz. Abdullaga mana sizdan emasmi? 23,500,000 ga baraka bo'lgan bolamiz orqa tomonda. Tepalar joylashgan. 400 kilo tepasida trivazna xudo olsin. Nechi pul deyapsiz aka? 23 kami bor deyapti. $1 million kami bor deyapti. Mana hurmatli obunachilar, boqishga rosa tayyor holatda. 22 kami bor deyapti egasi. Sotar ekan 22 kami bor deyapti. Buni nechi pul deyapsiz aka? Buni nechi pul deyapsiz? 21 kami bor. Nechi pul bo'ldi puli? 10,400,000 ga. Mana. Bo'yi 85-90 chiqadi. 7,750,000. Buni hajmi? Mana 7,750,000 ga. Buni hajmi. Boy aka bular nechi puldan deyapsizlar? Bular aka 10 million. 10 million kami bor. Laxtay bor ekan o'ylanish. Mana hurmatli obunachilar, bo'yi 75-80 sm keladi. To'g'ri tushunasizlar, bo'ylarini aytyapman. Uydagi mollarga farqlash uchun yoki mol olgani chiqqanda ko'z pishib qoladi, shunaqa bo'yni aytib, narxlarini ko'rib boraversanglar. 10 million kami bor deyapman kichkina buzoqchalarni. Nechi pul deyapsiz ota? 9,5dan. Necha oylik bular? Necha oylik? 3-4 oylik. Erta yetim qolganlarida, ha? $9 million, 9,5 million kami bor deyapman. Pulim ozroq deganlarga mana narxlar ko'ring. Bo'yi 65-70-75 sm keladi.
Aka beramiz değil mi? Sizlar sotaman da. 500 mingga sotmasam 300 mingga sotaman. Ayetçe yedirip içirip doğrama yonunda 300 ming yuradi xudoga shukr. Yo'q, anaga gapiradi. Yigirma bir million. Moli borini olamiz. Aka qo'lingizga bir kelibdi, mana. 100 mingga rozi bo'lsa, Barak. xabar qil. Mana bilan bo'ldi. Semirganda olashaq shu. Yigirma million 200 ga baraka bo'ldi. Bo'yi 1.25 keladi, hurmatli obunachilar. Qirg'iz shved. Imkon qadar baraka bo'lishini kutib turdik. Xudo xolasa. Mana endi mana qo'l oyog'ini ko'ramiz. Orqa oldini 20 million 200 ga baraka bo'ldi. Tira tish kengayib qopti. Tishlar kengayib ketibdi xolos. Mana hurmatli obunachilar. Bunisi 12 million 700 ga sarig'i. Bunisi 17 million necha pulga? 17 millionga baraka bo'ldi. 60. Bo'yi 1 metr 1.10 chiqadi. Bunisi 1 metr chiqadi. 17 millionga ko'ring. Aka necha pul bo'ldi? 19 million 800 ga. Oqtumshiq. Mana hurmatli obunachilar. 19 million 800 ga, bo'yi 1.20 keladi. Imkon qadar baraka holatini olyapmiz hurmatli obunachilar. Boqishga tayyor. Mana jiyanimga olamiz, xudo xolasa shu. Ha? Ha. Nech pulga baraka bo'ldi? 2 million 10 million 260. Ha? 12 million 600. 12 million 600 ga baraka bo'ldi. Yiyam qaynatib yubordi. Aka narigini ham bering bizga endi, sal jon nima qilib. Oling. Aka Qanchaga berasiz? 12 ga bering. Nima deysiz? Baraka. Pul bo'shatishga sotishyapti ekan. Yaxshi bo'ldi aka. 12 million 400 ga. 12 million 400. Haligindan ancha bu. Ha. Bo'ropsiz. Bittasi buzilib ketdimi? Ateş juda hammasini chiroyli qilib bergisi kelmadim, bilmayman. Yo'q, qo'ldan tushib ketib qoldi.